Hammaga salom bolalar. Bugungi videomizda 13-qishloq modini qo'shib o'rganamiz. Hop, 13-qishloq modini qo'shish uchun Telegramga kiramiz. Poisk joyiga katta yaxshilik qilamiz. Mana shu buni qidirasizlar poiskga kirib, keyin hop tepaga o'tsalaring, keyin asta pastga tushsalaring. Deveni aniq ko'rsatsak, mana shu ikkalasidan bittasi, sizlar o'zlaringiz bilasizlar qaysi birini turtishdi. Hop, unda biz bedroom uchun, demak bolalar, bu kompyuterlar uchun ekan. Buni tortmaymiz. Bu telefonlar uchun. Demak, o'shani pastagini tortamiz. Hop, kutamiz. Videoni sal o'tkazib yubordim bolalar, sizlar kutib qolmasligingiz uchun. Keyin bosamiz. Bosganlaringizda eski Minecraft ketadi. Kirganlaringdan so'ng asta ketdi va mana kirasizlar, Creative birinchisi turadi, yesni bosasizlar. Men hozir kirmayapti. Vallahi men hozir kirmadim. Sizlar kirish kerak, lekin hozir men eski versiyada bo'lganim uchun kirmadi. Keyin kiraman o'zim. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yamiz. Yaqinda biz 300 ta bo'lishimiz kerak. Hozir 250 ta bo'ldik. Hammalarga rahmat bolalar. 200 ta bo'ldik. Birinchi 200 ta bo'ldik, keyin 250 ta. Rahmat. Endi 300 taga harakat qilishimiz kerak. Davay bolalar. 300 ta bo'laylik. Iltimos.